Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugungi videoyimizda islom tarixidagi muhim sanalardan biri Ashura kuni haqida gaplashamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ashura kunidagi ro'za o'tgan yilning gunohlariga kaforat bo'lishini umid qilaman deganlar. Imom Muslim rivoyati. Ashura kuni 2025-yilning 5-iyul sanasiga to'g'ri kelmoqda. Yana oy chiqishiga qarab bir kunga farq qilishi mumkin. Xo'p, necha kun ro'za tutiladi? Jami 3 kun ro'za tutiladi. Ashura kundan bir kun oldin va Ashura kunidan bir kun keyin ro'za tutiladi. Xo'p, eslatib o'tamiz. Bu videoni biz oldinroq chiqaryapmiz. Hozir 10-15 kun oldinroq e'lon sifatida chiqaryapmiz. Agarda siz kanalimizga ulanib qo'yadigan bo'lsangiz, biz uzoq bir hafta oldin, ro'zadan bir hafta oldin barcha viloyatlar uchun vaqtlari bilan birgalikda Xudo xolasa chiqaramiz. Hozir oy chiqishiga qarab aniq sanasi ma'lum bo'ladi. Shuning uchun hozirda 5-iyul deb aytilmoqda taqvimda, lekin aytib o'tganimdek, oy chiqishiga qarab bir kunga farq qilishi mumkin. Agar 5-iyul bo'ladigan bo'lsa, 4-5 va 6-iyul sanalari ro'za tutiladi. Takror aytaman. Agar Ashura kuni 5-iyul sanasiga to'g'ri keladigan bo'lsa, 4-5, 6-iyul sanalari ro'za tutiladi. Eslatma, biz bu videoni oldinroq chiqaryapmiz, 10-15 kun oldin. Shuning uchun agar kanalimizga ulanib qo'ysanglar, biz Ashura kuniga yaqinlashganda barcha viloyatlar uchun ro'za vaqtlari bilan Xudo xohlasa chiqaramiz. Keyingi videolarimizgacha salomat bo'ling. Videoni ko'proq insonlarga yetib borishi uchun like bosib qo'yishni unutmang.